Avtomobil ixlosmandlariga yaxshi va ilg'or texnologiyali mahsulot yetib keldi. Avtomobilingizni yuqori texnologiyali, aqlli va hashamatli avtomobillarda bor bo'lgan funksiyalarga aylantirishi mumkin. Masofadan qulfni ochish funksiyasi, masofadan oynani ko'tarish va tushirish, yukxonani masofadan ochish hamda o'g'irlikdan saqlanish funksiyasi o'rnatilgan bo'lib, mashinangiz yoniga shubhali shaxslar yaqinlashganda ovoz chiqarib sizni ogohlantiradi. Oddiy kalitni masofadan boshqarish pultiga aylantirishi mumkin. Ushbu mahsulotning narxi atigi 199 ming so'm. Import qilingan ilg'or texnologiyali, sevgan mashinangizni soniyalar ichida aqlli mashinaga aylantirib bera oladi. Narxi atigi 199 ming so'm. Yana nega ikkilanasiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Ushbu mahsulotning asosiy funksiyalari: birinchi, avtomobilda xavfsizlikni himoya qilish uskunasini yoqish va o'chirish uchun masofaviy kalitdan foydalanishingiz mumkin. Eshikni masofadan turib yopishingiz yoki ochishingiz mumkin. Agar mashinadan tushganingizdan keyin eshikni qulflashni unutib qo'ysangiz, 100 metr masofadan ham avtomobil eshiklarini qulflashingiz mumkin. Ikkinchi, o'g'irlikdan saqlovchi sistema o'rnatilgan bo'lib, mahsulotni o'rnatgandan so'ng avtomobilingizga shubhali shaxslar yaqinlashganda kuchli ovoz chiqarib sizni ogohlantiradi. Avtomobilingizni xohlagan joyda to'xtata olasiz. Uchinchi, avtomobilingiz oynalarini masofadan avtomatik tarzda chiqarib tushira olasiz va soniyalar ichida avtomobilingiz aqlli va hashamatli avtomobillarda bor bo'lgan ko'plab funksiyalarga ega bo'ladi va sizga ko'pgina qulayliklarni olib keladi. To'rtinchi, mashinaning yukxonasini masofadan samarali ravishda ochishingiz mumkin. Eshikni ochmasdan yukxonadan foydalanishingiz mumkin. Oddiy kalitni masofadan boshqarish pultiga aylantirishi mumkin. Ushbu mahsulotning narxi atigi 199 ming so'm. Import qilingan ilg'or texnologiya. Sevgan mashinangizni soniyalar ichida aqlli mashinaga aylantirib bera oladi. Foydalanish qulay. Narxi atigi 199 ming so'm. Yana nega ikkilanasiz? Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.